Bugün Birleşken Devletler Teşkilatı'da 51 devlet, yani tecavüzcü Xitay'ınki vatanımızdaki zulüme karşı Uygur halkımızı destekledi. Bunun için bütün dünyadaki 40 milyon Uygur halkımız namıdan 51 devletke bir rahmetimizni bildirimiz. İnşallah imkanımız bo'lgan bo'lsaydi, mana şu teşekkür sözümüzni 51 tilga yoki bo'lmasa dunyodagi muhim tillarga tarjima qilib tarqatgan bo'lardik. İnşallah o kunim kelib qoladi. Va shuni bilan birlikda bizningki aslida iqtisodiy kuchimiz yaragan bo'lsa, bugundan e'tiboran mana şu 51 devletga bir berib, har bir devletninki lider reisleri bilan kurashib turib, hammasiga ayrim rahmatimizni bildirishimiz kerakdi. Va shuni bilan birlikda faqatla Birleşken Milletler'de Xitoy zulmüne karşı Uygurlarni desteklab qo'yishdan bilan, u yerga zulmni e'tirof qilishdan bilan yetmaydiganligini, xuddi Ukraina Rossiyaning rejimiga qarshi qanday urushgan bo'lsa, Ukraina qanday destek berilgan bo'lsa, Uygur devletiga Uygur halkına o'xshash şekilde destek verilip, tecavüzcü Xitoyga karşı ameliy harakat hem qurolli jang qilishga 51 devletdan bir yordam talab qilgan bo'lardik. Suyumli qarindoshlarimiz, asli bugün Falastin bilan İsrailga o'rtasidagi urush bo'lmasligi kerak edi. Bu urush tecavüzcü Xitoy uchun foydali bo'ldi. Chunki Xitoy mana shu urushdan bo'lish uchun bir oy burun Falastinning lideriga pul verdi. Ölgen mi Müslüman oldu, bir güne ayal ballar oldu, hem Yahudilerden ölgenler oldu. Tecavüzcü Xitay, öteki videosunda dedim, hem Müslümanların ve Yahudilerin düşmanı. Şu sebepten bu uğraşta paydayan Xitay oldu. Xitay'ın maksidi Xitay'a bağlanan bir Palestin devleti kuruş idi. Bu doğrusunda söz peygamberimizin ki paydası oldu ama yeterlik emez. Bunun için tekrar güçlü halette hareket kılışımız gerek. Şu sebepten Palestin'e destek verevatkan güçler devletlerine mi, meyli İsrail'e destek verevatkan devletlerine mi, Xitay'dan başka hem devlet hem kural yaraklar birleşip Palestin'deki uğraşla to'xtatib, hem Rusya, Ukrayna uğraşla to'xtatib, tecavüzcü Xitay bilan karşı uğraşıp, tecavüzcü Xitay'daki dünyanın balası olgan, dünyanın virusu olgan, dünyanın düşmanı olgan, insanlıkның ve bütün dininin düşmanı olgan Xitay'ni yo'qotish uchun hareket qilishimiz kerak. Mana shuningga bütün xalqimizni teşvik qilishga chaqiriq qilaman. Biz ojizlik qilamiz. Shuning uchun vatanimizning mustaqilligi, vatanimizning manfaati bütün Uyg'urlar uchun muhim bo'lganligi uchun bütün Uyg'urlar mana shuningga alayda kuch chiqaraylik qarindoshlar. Suyumli qarindoshlarimiz, mana şu Birleşken Milletler'deki 51 tane devletinin içinde Uygurlarga destek vergenlerinin içinde şunda üzüldüğün bir yerimiz, hiç kandak biz olan din kırındaş olan, kan kırındaş olan devletler yok. Şu sebepten inşallah bugünden itibaren mana şu keyinimdeki Türk milletlerinin Kırgız, Kazak, Özbek, Kıbrıs okşaydıgan Türk devletlerinin bayrakları. Ben bu bayraklarını bugünden itibaren hemmisini kulağımdan çıkarıp set kulağımdan çıkaramam. Kaçan da şu Kırgız, Kazak, Özbek, Türkiye'ye okşaş Türkiye milletler Uygurlarını mana şu 51 devletlik destek verdiği vaxtıda andın ben bu bayrakını kayıtıdın keyinim galaman. Ben bu bayrakla geliş için karız yaptırıp, iktisadım yokturup şu bayraklarını algan edim. Biz muşunda bedel tülavazsak, bizden kök bayrağımızı hiç kandak devletteki, hiç kandak devletinin liderleri üzerinki işgalisi koyga yeri yok. Men Allah kalırsa bunun din kiyin imkan var bizge destek vergen devletlerinin bayrağını keyin bu koyayım. Ama şu bayrak xeridda tepip satqıçamış yatırıp durdu. Şunun bilen birlikte deydiğinim qarindoshlar, herkes bizni Müslümanlar, din qan qarindoshlarimiz destek verimiz deb ko'ngilni ayırım bo'lmasin. Çünkü bütün dünyada Müslüman yaşavatkan devletler kök bo'lgan bilan haqiqiy bir İslam devleti yok qarindoshlar. Dünyanın zaten bir Müslüman liderga ihtiyacı var, lekin bu yok. Bu bo'lgan bo'lsa biz bu kunni ko'rmagan bo'lardik.
xalq yaxshi bo'lgan bilan, shu bizga destek berilmagan, balki 50-60 musulmon davlatlar, so'zli musulmon davlatlarningki xalqi yaxshi bo'lgan bilan, xalqi bizga ko'ngil bo'lgan bilan, ammo hamma liderlari Xitoydan qo'rqaydigan, zolimdan qo'rqaydigan, manfaat uchun hamma narsani sotadigan, faqat Uyg'urlarning emas, o'zining xalqini sotadigan mana bu shunday liderlar qarindoshlar. Shuning uchun kuchimiz bo'lgan bo'lsa edi, bugun iqtisodiy sharoitimiz yaralagan bo'lsa edi, iqtisod bo'lmoq nurg'un ish qilinmayotimiz. Shu xalqaroda 50 ga yaqin misol bir musulmon davlat bor deyilgan bo'lsa, biz mana shu 50 davlatda 50 dona yoshlarning ichidan tanlab chiqib, lider bo'la oladiganlarni tarbiyalab, aşı 50 devletinin 5'e belki bunun 5-10 yıl keyin koygan bo'ladi. Şunun bilan bu devletler sağlam bir liderinin arkasından mağan bo'ladi. Hem o çağda biz bütün dünyadaki Müslümanlara baş liderlik rolumuzni oynay olgan bo'ladi. Şu vaqtida dünyanın hiç qanday yerda meyli Müslümanның, meyli Nasara'nın, meyli dinsizning, meyli Yahudininki xotin ballarga hiç qanday bir insonga hech kim zulm qilmagan bo'ladi. İnşallah bizi birlikimiz bo'lgan bo'lsa, barobarligimiz bo'lgan bo'lsa, yani bizningki bular Uyg'ur davlatining kuch quvvatligi, mustaqilligi bo'lgan bo'lsa, biz dunyoning hech qanday yerida hech qanday insonga zulm qilinishiga yo'l qo'ymagan bo'ladi. Hatto hayvonlarning hayvonotlarini qo'ygan bo'ladi. Lekin bizningki mana shu ojizligimizdan tufayli butun dunyoda musulmon bo'lsin, meyli boshqa millatlar bo'lsin, nahiq ulayotidi, nahiq qon to'kilayotidi. Suyumli qarindoshlarimiz, bizning davlatimiz inshaalloh patarda mustaqil bo'ladi. Chunki dunyo tarixiga qaraydigan bo'lsak, shu tarixdagi yashayotgan liderlar, tarixda qurilgan davlatlar, gumron bo'lgan davlatlar, butun davlatlarni bir so'zlab kelsam gapimizdir. Shundoq bir tafakkur qilib, buni arashtirib qilsak qarindoshlar, bizning davlatimiz hozir mustaqillikka qarab ketib boradi. Ammo buning uchun bizning qiladigan, yana bundan keyin qiladigan vazifalarimiz bor qarindoshlar. Nurg'un davlatlar qurilishdan burun shu davlatning liderlari xalq tarafidan boshqa elingan, xalq tarafidan qo'g'dalgan, xalq tarafidan destek berilgan. Bütün iqtisodlarni to'plab turib, shu o'zining lideriga desmay salgan qarindoshlar. Ammo lekin biz Uyg'ur millati buni qilolmadik. Alloh saqlasin. Buni qilolmadik. Biz buni da ojizlik qildik. Biz shuni qila olgan bo'lsa edik, biz inshaalloh vatanimizga yaqin mustaqil qilgan bo'lardik. Lekin bizim beşimizdeki, mana biz bu xalq tarafidan sayılib chiqqan bo'lsakmi, ammo bizni iqtisodiy jihatdan intayin ojiz qo'ydilar. Tajovuzchi Xitoy vatanimizda pullarimizga, shirkatlarimizga, mollarimizga, hamma narsamizni tortib olgan bo'lsa, chet eldimi shu deganda obro'yimizga hujum qilib, bizningki xalqimizningki destek beradigan yo'lni to'sab qo'ydi. Buning ziynini men topmayman qarindoshlar, sizlar tortsizlar. Chunki meningki Alloh rizqimizni beradi, kunimiz ketaveradi. Ama bu davanı biz güçlü şekilde kılanmasak, iqtisod tüpeyli özümüzün iqtidarını cari kılanmasak, bunu kimle tahtiydi? Vatanımızdaki 35 milyon halkımız tahtiydi qarindoshlar. Allah bizden gücümüz yetken işleri hesap soraydı. Dünyada qarindoshlar sizlarga örnek vermişsem, hatta bir Yahudi devletinin kuruluş için aşağının lideriga dünyanın hem bir Yahudi bayıl pulcıqib, pullarının içinde yerimini devletinin kuruluşu desmeyi septiken qarindoshlar. Bizden Uyghur baylarımızca devletimizden müstakil buluş için tehi üzerinki tepatkan pulaninki zaktin toluq aramaklı qarindoshlar. Zaktini varsa bu taşlap qo'yish uyaqti tuğsu, iqtisodinin 100'den birini vatanimizden müstakilligiga argan bo'lsa, ya'ni vatanimizden müstakilligiga hozirgi baylar iqtisodinin 100'den birini